Salom do'stlar, mana biz ikkinchi qismini boshlab oldik. Mana TR har doimgidek biz Madad 785 ikkinchi qismimizda hammaga xarj yuzdan salom va boshladik. Aptechka 10 ming so'm bittasi. 15 ming. Yana bitta revolver. Men berib turaman. Olsam? Yetmay qoladi. Men nomim qolay. 72 to'yim bo'ldi. Aptechka qayerda? Shotgunga olmadingmi? Shotgun tutdik, olmadim. Bir yetsa kerak, men shotgunni ko'rmayman. Yaxshi revolverda 48 to'g'ri yetsa kerak menga. 70 ming pul qoldim. Ko'mir olim. Aptechka bo'ldimi? Aptechka eng muhim aptechka yotib qoladigan davrlar keladi. Ikki safar videomiz bo'ldi. Aytdim. Nega yo'q? Bir bala qiyinchilikdan kelib oldik. Birinchi qismini ko'rmagan sizlar ko'rib chiqasizlar. O'lgan qoldik albatta. Albatta o'lgan qolib bu joyini qo'ydik. Xo'sh, bo'ldi. Birinchi qism necha minutlik bo'ladi? 25 minutlik. Ko'mir oldim. Men qizig'i ikkita avtomat qolish ketar ekan. Ikkita revolverga o'qib olay. Men to'xtatib chiqib olay shu pulga. Isminga. Mana buni yarim qilib qo'ydim. Yaxshi, menda ham ko'mir bor ikkita. Ikkita aptechka olamiz. Aptechka bilan chekagacha tursangiz bo'ladi. Bittadan shuncha emas. 10 mingcha bo'lib qoldi. Men qiziq pulmatga qo'yman bizga. Obunachilarga zo'r narsa yasab ko'rsataman. Keyin olamiz. Men qara. Zo'mida qoldim mana. Zo'r narsa deyim, otimiz qolib ketdi-ku. Tezligimiz 64 ga chiqardi, lekin 65 ga chiqyapti. Innovatsiya o'sish. Sen o'syapsan, madad deb qilay. Ko'rsatdim tezlikni. Yo'q, menda ko'rsatmaydi. Meni ko'rsatadi. Ot. Keyin Xudoyli, madad ketdik. Qishloq. ot kerak emasmi? Yo'q, hozircha. Qishloq. Qanaydir Roblox yangilangan boshqacharoq qishloq bor. To'xtatchi. Albatta. Orqasida ko'mir ko'p bo'ladi, ko'mir bor. Hamma narsani tayyorlachi. Sumkangni bo'shat. Sumkam har doimdek bo'ldi. Xudoyli, 4 ta ko'mirim bor ekan. Otimiz bo'lgan otda borardik. Ikkita ot olmadik-ku, bitta otimiz bor shuni. Ketdikchi. O'tgan yil yaxshi narsalar topdik-ku. Papkangni bo'shatyapsanmi? Yerda oltin ko'p oltin ko'p terib olamiz. Nazoratimizdan. Sterling degan qishloqda. Welcome to Sterling. Sterlingga xush kelibsiz deb yozib qo'yibdi. Mana tarjima ham qo'yishdi. Sterlingga xush kelibsiz. Sterling qishlog'i. Har bitta uyga kirib chiqsang, mingso'mdan pul berishadi. Bu yerda hech kim yo'q, lekin qandaydir g'alatiroq yozuv bor. Aytma. Qishloq haqida. Qishloqda nimagadir umuman zombi yo'q. Haqiqatan bu qishloqda unchalik zombi yo'qligi ham muammo. Mayda chuyda pul faqat. Eng qizig'i bu qishloqda bank yo'q. Har bitta qishloqda bittadan bank bo'lsa, bu yerda yo'q. Nima uchun to'xtalganda Bu yerda maxfiy siri bor, buni obunachilar va senga ko'rsataman hozir. Mana bu narsa bizga конечно kerak bo'ladi. Yo'q bo'ladigan narsa. Dinamit uchun. Yurchi. Bitta maxfiy sir narsam bilan, mana bu narsani ol, kerak bo'ladi. Revolverim tashab Ha, qishloq haqida mana ma'lumot. Agar tarjima qilib ko'rsanglar, men tarjima qilib ko'raman. Mana shuni olaman. Revolver. Kiramizmi yo'lga? Kiramiz, obunachilarga ko'rsatish kerak axir. Lekin o'lib ketamiz deb yozishdi. Xavotirim o'tgan yil bo'rilar sababli o'lib ketdik, men uni sirini topdim. Rosa mana shu yerda pand yo'dib o'tgan yil bo'rilar sababli. Endi bo'rilar chiqmaydi. Bomba bor ekan, qo'yaymi? To'xtab tur, ko'rg'itma olay. Bittasini qo'y, ikkinchisini so'ngiga solamiz. Qoch yo'qorach. Qoch, madad qoch hozir. So'ngiga solmadim deb o'zim savolimni otib turib. Olg'a.
Ya aksincha bu ochishdan yopilib qoldi. Chakir o'tdi. Ketdik yur. Bu yerda yashil narsa topish kerak. O mana bittasi chiqdi. What? Uradigan bo'lman. O'limgacha o'ynaymiz hammasini ketdik. O oltin temirlar bular eshit oldiga qo'yib yerda olib ketish kerak. Ketdik. Shirigan qani. Vo. Himoyalab turing avval. O, tisso. Ko'p bomba kerak emasmi? Yo'q kerak emas, nima oldi? O kadar. Madad. Zo'ra qoch. Oching yerimga. Va, o'yinni yana Voy. bu bunaqasi kutmovdik-da lekin. Ay, olmasiz keldi. Yana boshlayapsizmi? Akalar mana sizlar ko'rib turibsizlar, mana ikki kishi yotibdi yerda irasmoq. Hali o'yinda mana tugatdik mana. Ana akalar sizlar ko'rib turibsizlar, bu o'yinda tugatishga harakat qildik. Agar bitta 30 ta lag yig'sanglar, mana shu o'yinda ikki kishi kanash tugatib chiqamiz. Lag yig'inglar faqat, chunki bu kontent uchun bizni ko'rmasanglar, biz o'ynab nima zarur bu o'yinlarni o'zimiz majburlab, qiynab mana ko'rib turibsizlar, mana yutqazdik. Va yana o'yinimiz davom chiqadi. Hammaga xayr, har jo'zdan bo'ldi.